Voy, nima bu? Oke, jigar. Jigar, haqiqiysi. Buni-chi, shundoq qo'yish kerak emas. Bundan shashlik qilish kerak-ku. Buni holva restoraniga qo'yib beramiz. Buket har xil ko'rganman, lekin shashlikli buketni endi ko'rishim. Jigar. Bu hammasi jigardanmi? Jigar. Voy tova, bunaqa ko'p assortimentli faqat jigardan shashlikni endi ko'rishim. 10 ta jigarlaringizga tarqatib qo'ying. Chiqil shashlik bor. Hammasi bo'lib 50 xildan oshiq shashlik bor. Hoji akalarning mahallasi Salkovskiyda, Maksim Gorkiy Oltintepada bor-ku, holva degan restoran ochildi, jigar. Buni atmosferasini qarang. Qanaqadir yaqinlar bilan tadbir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, choyxona qilmoqchi bo'lsangiz yoki ayollar choyxona qilmoqchi bo'lsam, bilmayman faqatlariga. Yeb maza qildim. Choyxona holva profiligini qoldiraman. Tadbirlar kerak bo'lsa, maza qilib zo'r joyda o'tirmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri shotga kelaverarkansiz, jigar. Bu yorishyapti lekin bori. Hammaga mana shu holvada jigar. Aynan mana shu holva restoranining yonginasida chitir-chitir somsa ham bor. Ikkalasi bitta. Somsalar kerak bo'lsa ham aynan chitir-chitirligini bilasiz, qanchalik zo'rligini. To'g'ri kelaverasiz.